Ko'pchilik mana shunaqa pichok balonni uyda boqishadi, lekin kasal qilib o'ldirib qo'yishadi. Bu ballonni kasalligini qattan bilsa bo'ladi. Mana Ahmed qilsanglar pichoklar pastga yotib olgan bo'ladi va dumlari, planiklari bir-biriga yopishib qolgan bo'lsa, bu pichoklar kasal bo'ladi. Buni davolash usuli qanaqa Biaknok nomer 3 degan dori olasizlar. Zo magazinlarda bo'ladi, skrinshot qilib olsanglar bo'ladi. Bu dorini 10 litr 25 gradus, 26 gradus haroratdagi akvarium suvga solasizlar. Buni yaxshilab aralashtirasizlar. Bu dori hamma planiklari yopishib qolganini davolab beradigan dori. Yana bitta fishkasi, bu ballonlarni muzdek gradusda ushlab bo'lmaydi. 28-26 gradusda boqsanglar, bular sog'lom rivojlanadi. Tayyorlangan suvni ozgina olib, pichok balig'i solinadi va tagiga mana bunaqa cho'plik pol issiqroq haroratda yoki pechkasini qo'yib qo'ysanglar, issiq bo'ladi. Balig'inglar 3 kun, 4 kunda xudo xolisa tuzalib oladi. Yana sizlarga qanaqa turdagi ballonlarni boqishni ko'paytirishni o'rgatishimiz to'g'risida ko'proq videolar qo'yishimizni xohlaysizlar. Izohlarda yozib qoldiringlar.